udobnomnachi maykapni qaytarib ko'ramiz. Faqat men qizimga nachal qo'yib qo'yaman. Faqat shu makiyaj narsalarim bor xolos. Video уже menda 4-qism. Bugun shu divan maykapni qilib ko'ramiz. Strelkasi bor ekan. Tamommi? Qalamiz bormi? Okay. Kecha yuvgan sochimni qaranglar, уже объем yo'q. Konsiler Olidan ikkinchi atsenikida ozgincha konsiler qo'yib olamiz. Qizi lipkon bo'lsa yo'qda. No, men highlighter olib kelmagan ekanman. Hozir nimadir eplaymiz. Qalam meniki emas, Tamannoniki. Bizda blush ishlatmaymiz, ozgincha korreksiya beramiz. Konturing juda ham kamdan kam ishlataman. Menda blush blinds ko'proq. Shu joyda meni yopinib qo'ylar, keyingi qizlar bo'lishi mumkin. Men oyna so'rab o'tiribman. Menda oynasi bor ekan bular. Qiynalib o'tiribman men. Bunda tush panoramadan. Bu safargi maykap menga yoqdi, chunki strelkasi bor ekan. Shu tushni hype arzmaydi deganlar qoqimni yebsizlar. Mana shu tushni olinglar. Qo'shib ketamiz. Yo'q. Endi strelka chiqaramiz. Bitta strelka o'xshadi, ikkinchisi o'xshadimi, o'xshamaydimi? O'xshasa podpiska bosasizlar. O'zingizlar bilasizlar endi nima qilishdan. Bu kontur bilan mana shu blesk ishlataman. Hozir o'rtog'imga tintani olamiz. Biz уже finishga kelib qoldik. Endi mana shu blesk suramiz. Qaranglar, bizda bitta mana shu ko'zim tagidagi strelka qoldi. Shuni hozir chiqazamiz. So this is my final look, guys. What do you think? Makiyaj menga yoqdi, menga yarashdimi? Nimadir deyolmayman, o'zinglar deylar. No, menga obdab qo'yinglar.